Ayol va qizlarimiz uchun ta'lim bu shunchaki o'qish emas, bu himoya, erkinlik va imkoniyat eshigidir. Ayollarga ta'lim nimani beradi? Mustaqil qaror qabul qilishni, ish topishni, o'z daromadiga ega bo'lishni, o'zini himoya qilishni va jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun kerak bo'ladi. Ayollarga ta'lim oilada, ishda va hayotning turli sohalarida faol bo'lish uchun kerak bo'ladi. Bilimli ayol tahdid va qo'rquvlarga nisbatan moyilligi kamroq bo'ladi. Hozirgi kunda Ona jamoat fondimiz doirasida ta'lim grantlari dasturimiz amalga oshirmoqdamiz. Shu kunga qadar 51 nafar ayol va qizlarimizning ta'lim to'lovlarini qoplab, ularni o'qishini qo'llab-quvvatladik. Shuningdek, yuridik litseydagi ta'lim olayotgan 47 nafar o'quvchi talabalarimizni Vasikova nomli stipendiya bilan ta'minladik. Agar siz o'qishni o'ylab, lekin uni kechiktirayotgan bo'lsangiz, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Har bir ayol va qizlarimiz to'g'ri ta'lim olishi va to'g'ri qaror qabul qilishiga biz ishonamiz.